Misol uchun shunaqa joylarga gayka o't kirmaydi, lekin bu apparat kiradi, ko'rishingiz mumkin. Servisda ishlaydigan ustakalarimizni qidirib yurgan instrument topib keldi. Uglovoy gayka o't, qaranglar, Onyx brendida. Komplekt o'zining ikkita batareykasi bo'ladi, katta. 21 volt 4 amperdan. Hozir mashinani balonni yechib ko'ramiz sizlar bilan. Buni qaysi joylarda qulayligini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Qo'yamiz va qaranglar. Mashinani ballonni bemalol yechiryapti, ko'rishingiz mumkin. Yana qaytarib joyiga qotirib qo'yamiz buni. Motor bilan ishlaydigan ham zo'r instrument, hozir bitta ishlatib ko'ramiz o'tda. Misol uchun shunaqa joylarga gayka o't kirmaydi, lekin bu apparat kiradi, ko'rishingiz mumkin. Ixcham. Buni undan ham kichkinasi nasatkasini qo'ysanglar bo'ladi, uzun nasatkalarni ham qo'ysanglar bo'ladi. Mo'shtsiga keladigan bo'lsak, qaranglar, 350 dan 500 Nm-gacha bemalol ballonlarni motor ishlarida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'zining komplekti ikkita batareykasi, shunaqangi keysda bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Qaranglar. Bistro zaryadga ikkita batareyka, usilining 21 volt 4 amperdan o'zini remeni bo'ladi. Narxi kim kerak bo'lsa $79 evaziga xuddi shu apparatimizni olishingiz mumkin.